Hürmetli vatandaş, bugün Çiğsağ 2025 yıl 4. ayının 27. günü vatandaş. Endi sizler işkinçilik siyana başlaştım burun. Mundaq işki abzas vaziyetki münasibetlik, çünkü vaziyetki münasibetlik. İşki abzas sözünü aldığınlığı taşlayımız. Çünkü siyasi büroda cemu gideldi. Seyçiden çatak çıktı, yani Merkez Komitesi Çıkanıstan müdiri. Çünkü Kom Partiyası da hem tertip kalaymakallaşıp gitti. Çünkü parçalandı, yaka parçalandı. Şanghay müstakil bulmakçı oldu. Prezident Donald Trump Xi Jinping'nin internet tamlarını söküp etişini talep kıldı. Yani bırak koydu. Prezident Donald Trump Xi Jinping'nin internet tamlarını söküp etişini talep kıldı. Şavlun maliyesi 4. ayının 27. günü yutup. Ekranda xalq pul, qog'oz pul, yana qog'oz pulning oylarından bo'ldi. Xalq puli, qog'oz pul, yana qog'oz pulga oylarından bo'ldi. Asl mavzu qiziq nuqtalar. Xalq puli qog'ozga aylanadi. Shiddatli o'zgarish Jungoning ko'z oldiga yetib keldi. Rumyanning nazari 4. ayının 27. günü yutar. Endi şununla yarışa, mundaq mavzuga müracaat qilamiz endi vatandaş. Bu mavzu nimadan? Sen tayyorlik qilib qo'ydingmi? Jungo nihoyatda tez arada rais Zhang Yusha davriga kirib keldi. Yani General Zhang Yusha harbiy huquqni butunlay tizgilidi. Cho'nqur suhbat Zhang Sinji 4. ayının 27. günü yutup. Alaylı. Bu video film ekranda mundaq başlandı. Mana to'xtatib turib tercüme qilib sizlarga elib keldim bu leksiyani. Cümleler de bağlanmagan ve yoki tushib qolgan, o'shib qolgan taraflar bo'lsa, tahlil qilib anlanglar vatandaşlar. Aldığınki günü. Çünkü Kom Partiyası Merkezi Harbiy İşler Komitesi'nin ma'mur reisi Xevidun Merkezi Siyasi Büro'nun yig'iniga qatnaşmadı. Matbuotning keng doirlik diqqatini qo'zg'adi. Bu kishiga nima ishga markazlashadi? Xevidun rais Xi Jinpingning armiya ishidagi qo'li, mustahkam qo'li, ishga yaraydigan, ishga sala oladigan qo'li. Shundaq tushuning Xevidun. Şuna o aldığımızdaki haftalarda mühim sorular qatnaşmalı deydi. Meselenin dikkat aldırdığı tarafımış. Matbuatın keng ko'lamlik diqqatini qo'zg'adi. Ekranda mundaq deyildi. Xevidun Merkezi Komitesi Siyasi Büro'nun o'g'inish yig'iniga qatnaşmadı. Mavzuli xabar 4. ayının 27. günü Birleşmiş Sahar Gizli'nin Xitoy tor betida e'lon qilindi. Bu gazet qayerda nashr qilinadi? Masalan, Singapur'dami yoki Taylandmi? Ishqilib Sharqiy Janubiy Osiyoda bir davlatda nashrdan chiqadigan gazet Birleşmiş Sahar gazeti, ba'zi birlashma gazeti. Bu gazet men o'ylayman Jungo Kompartiyasining o'zining chet ellarda tarqatayotgan organ gazeti deb o'ylayman vatandoshlar. Yoki shundaqmi? Emasmi? Toza ishonchim komil emas. Men shundaq o'ylayman vatan. Kompartiyaning gazeti. Şu gazet 4. ayının 27. günü Birleşmiş Sahar Gazeti'nin Xitoy tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Bir aydan bir oshkor o'ttirib chiqmagan Markaziy Harbiy Ishlar Komitetining ma'mur raisi Xevidun yuqori qatlamdagi faoliyatlar yana davomli kamchil bo'lib keldi, yoki qatnashmadi. Yana boshqa bir Harbiy Ishlar Komitetining ma'mur raisi Zhang Yusha o'ttirib chiqishga boshladi. Ekranda montajda Zhang Yusha faaliyeti sorularda Zhang Yusha Xevidun o'ttirib chiqdi. Esa qoida bo'yicha Xevidun rais Xi Jinpingning ishonchli odami harbiy ishidagi ishonchli odim bo'lgandan keyin u ko'proq so'ringa chiqish kerak edi qoida bo'yicha, lekin qoida buzildi.
Xevidon, General Xevidon en ahırı bir qatam aşkarı ko'rnigan kun 3 ayning 11 kuni Xalq vakillar qurultayi yapılgan kuni. 3 ayning 14 kuni bölgünçilikka qarshi turish qonuni yo'lga qo'yilganligini 20 yillığı suhbat yig'inida 4 ayning 2 kuni Beyjan Tungju rayoni xolis ko'cha tikish faoliyatida 4 ayning 8 kuni markaz atrofidagi xizmat yig'ini qatorli yig'in va faoliyatlarda Xevidon o'ttirg'i chiqmadi. Muşlarning har qaysi Xevidon qatnashmadi. Xevidon bu yıl 68 yaşga kirgan general. Xevidon burun azatlık armiya G'arbiy rayon harbiy rayonining muavin qo'mondoni qo'shimcha quruqliq armiyasining qo'mondoni. Andijon Sinjayning so'ziga kelamiz vatandosh. Merkezi televizyon stansiyasi ulab anglatish programmasida ko'rsatilishicha bir oydan beri o'tirib chiqmagan Markaziy harbiy ishlar komitetining muavin raisi Xevidon, general Xevidon yana ular o'tirib chiqmadi. Harbiy ishlar komitetining boshqa bir muavin raisi, yani Markaziy harbiy ishlar komitetidagi Jang Yusha ekranda paydo bo'lishga boshladi. General Xevidonning eng oxir qatim ko'rish hosil qilgan chang'i baş deb bolduq mamlakatli xalq vakillar qurultayi. Keyingi vaqtda hozirgacha general Xevidon hech kim bir so'rinda bir faoliyat makonida ko'rmadi. Bu demak Xevidondan chataq chiqdi. Xevidondan masala chiqdi. Hozir shuni qarab turaman. Jang Yusha o'tirdi markazda ko'rinishga boshladi. Xevidon, general Xevidon Rais Xi Jinpingning armiya ichidagi ishonchdagi odami. Ondaqda Xevidondan chiqqan masala Rais Xi Jinpingga munosabatlik masalami va yoki Markaziy harbiy ishlar komitetining muavin raisi Jang Yushaning faoliyatlariga munosabatlik masalami. Masalaning eng markazlik balki eng jiddiy va balki eng murakkab jarayoni bor mushahada vatandosh. Xevidon, general Xevidon zodi kimning odami? Agar Jang Yusha bu kishini bir taraf qilib qo'lga olgan bo'lsa, demak o Xi Jinpingning ishonchlik odami. Agar Xi Jinping ishonchlik odamini, o'zining odamini qo'lga olgan bo'lsa, buning ma'nosi nima? Hozircha bu taraf aniq emas. Bu kişinin delo sodir qilishi, delo paydo qilish va deloga asosan bu kishining yuqorqi so'rinlar qatnashtirilmay chetga qilishini hozir Jansinja apandi Jang Yusha eqimidagi harbiy odamlarga, ya'ni general Jang Yusha eqimidagi odamlarga bog'lab tushuntiryapti vatandoshlar. Torbatlarda yani mundaq bir xabar oshkorlandi. 2025 yıl 4. ayının 20. günü baş hizmet yığında, baş siyasi hizmet yığında hizmetlerini orunlaştırışkı riyasetçilik kılıvatkan general mayor He Hong Jun. Yani bundaktan He'den bir siyari çıktı. He Hong Jun nah meydanda ölüp getirdi ya ki kol gölünde. Kadırlar bölümünün başlığı Çinjiang hem birlikte elip getirdi. Bu kişi kim? Bu kişi Rais Xi Jinping'in en yakın adamı. Bu general, bomba general iken bu belki Xi Jinping'in ayali Pengli Wengi münasebetlik adam. Ya ki ya şu tanıştırgan, ya ki şunun yurtlığı, ya ki şunun hizmetleşi, kandakta bir işki münasebet bilen bu He Hong Jun degen kişi Pengli Weng hanımga münasebetli kişi. Bırak bu kişi hizmetlerle riyasetçilik kılıvatkanda kolga elip getirdi. 2025 yıl 4. ayının 17. günü Cumhuriyet Kompartiya Merkezi Harbiy İşler Komiteti hüccet görüş, yoki Merkezi Harbiy Komitetlerinin rehberi hüccetini okup veriş şeklinde Pütkül Armiya General Mayor'dan yukarı derecelik emeldarlığa cümleden Penisiye'ye çıkan şu derecelik emeldarlığa intayı mehbi işki cihette tarqıtıldıgan
hüccetini tarqatdı ve okup verdi. Bu hüccet bütün armiyanı zilzilge saldı. General Miaohua, General Xavidong, şerik toplap, gruplashib, Merkezi Harbiy ishlar komitetining raisi mas'ul bo'lish tuzimiga eg'ir ta'sir ko'rsatdi. Harbiy ishlar siyosiy xizmat tartiblariga yomon ta'sir ko'rsatdi. Harbiy ishlar kadrlar xizmatining sobliqiga eg'ir ta'sir ko'rsatdi. Harbiy ishlar siyosiy qurilishga eg'ir ta'sir ko'rsatdi. 21 navbatli qurultay oldida ochilgan partiya qurultayi. Qurultay harbiy vakillar saylimi qatorliq masalalarga eg'ir ta'sir ko'rsatdi. Deydigan jinoyatlar bekitib, bunda qaror qilindi. Sadoqat, itoatman qiyofatga kirib elib olgan jasos. Sadoqat va itoatman qiyofatga kirib olgan jasos. Jinoyatchi kechirim qilishga bo'lmaydi. Miaohua general ve Xavidong general biz qo'shdik bu yerda. Amaliyot ular jinoyatchilar. Qatorliqlarga va ularning sheriklariga delo turg'izib, darhol tekshirilishi kerak. Demak, biz boshlaymiz dedi, Xavidong general Xi Jinpingning odami. Miaohua general Xi Jinpingning odami. Hozir bularning jinoyatining birinchi moddasi reis mas'ul bo'lish. Yoki harbiy ishlar komitetining raisi harbiy ishlarga mas'ul bo'lish. Bunday deganda bu bir tuzum shaklida reis Xi Jinping o'zi bekitgan. Yoki harbiylar ishida men nima desam shu hisob. Asli qoida bo'yicha uning ma'mur reislari harbiy ishlar komitetining yana bir qo'shimcha boshliqlari o'tirib muzokaralashib, gaplashib ish bajaradigan ish. Şunu bu işine reis Xi Jinping bekitganda harbiy ishlar komitetining raisi mas'ul bo'lib yoki Xi Jinpingning degini degan amaliyot miyada hozir nima debdi? Xavidong shuningga qarshi. General Miaohua shuningga qarshi. Shuning uchun bu general Miaohua bilan Xavidongning bir jinoyat bo'lib bekitildi. O'ylab bakmayapti buni. Bu ikki odamni qo'lga olib rasmiy tekshirish topshirgan kishi Xi Jinping emas, Zhang Yusha bo'lib chiqdi vatandosh. Ondaqda vaziyatning tarkibi murakkabligi yoki vaziyat murakkabligining tarkibi qaysiga berib yetdi? Zhang Yusha g'alaba qildi, Xi Jinping harbiy ishlar ichida mag'lub bo'ldi. Shunga boshda nima dedik? 4-umum yig'in shuning uchun darhol chaqirildi. Bu chaqirilgan 4-umum yig'inda Xi Jinping taxtdan tushdi yoki ikkinchi safga chekildi. Bugun Jiang Xinjiang shunda xulosa chiqadi. Hozir men ham shunda xulosa chiqadim. Bu faqat shartli holda rostmi shunda ish yuz bergan bo'lsa. Jiang Xinjiang bunda davomlashtirdi. Jungo Kompartiya Markaziy Harbiy ishlar komiteti hujjat ko'rish orqali rahbarlik o'qib berish orqali tashkillangan o'g'inish yoki siyosiy byuroning yig'ini yuqoridagi harbiy amallarga maxfiy qilib tarqatildi. Hujjatning mazmuni Miaohua, general Miaohua. Hujjatning mazmunida general Xavidong ve ularning sheriklarining delosi. Chunki Ozodlik armiya bosh siyosiy bo'limining mudiri general Miaohua ve harbiy ishlar komitetining ma'mur raisi Xavidong bu harbiy kishilar Xi Jinpingning armiya ichidagi qo'li, armiya ichidagi ta'siri, armiya ichidagi kuchi edi. Bu ikki nafar generalning qo'lga olinishi bütün partiya ve armiyani zilzilga soldi. Chunki Ozodlik armiya bosh siyosiy xizmat bo'limining mudiri Miaohua ve harbiy ishlar komitetining ma'mur raisi general Xavidong ikki generalning qo'lga olinishi yani davomli zahar tozalash, yani armiya ichini davomli tozalash. Xi Jinpingning armiya komitetining harbiy ishlar komitetining ta'siri kuchining butunlay yemirilganligini Muşa tozalash elib berish jarayonida endi
qo'lga elish jarayonida endi hujjat tarqatilib bo'lingandan keyin chiqarilgan xulosa bugun Xi Jinpingning armiya ichidagi ta'siri kuchi, harbiy kuchi va generallar kuchi deyli. Amaldorlar Reis Xi Jinping ma'qul deydigan farmanbardor bo'ladigan amaldorlarning tozalanishi demak bugun Reis Xi Jinpingning armiya huquqining tamom tugaganligini isbotlab berdi deydi vatandosh. Çünkü Kompartiyasida miltiqdan hokimiyat chiqadi deydigan bir klassik hukm bor. Armiyani kim egallasa, partiyani va siyosiy hokimiyatni shu egallaydi. Hozir garchi Zhang Yusha qurolni allaqachon qo'liga elib bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u hamdi o'zini uzun o'tmay siyosiy hokimiyatni egallaydi. Demek xulosa qilsam, Zhang Yusha bugun harbiy huquqlarni tartib olgan bo'lsa, uzun o'tmay Cumhuriyet siyasi hakimiyeti Zhang Yusha egallaydi. Şuna dedik, uzun o'tmay 4-umumiy yig'in chaqirildi. Shuna dedik, 4-umumiy yig'inda Xi Jinping taxtdan tushdi. Dedik vatandoshlar. Xi Jinping pat arda chaqirilgan 20-navbatdagi 4-umumiy yig'inda ikkinchi safga qaytdi yoki Markaziy Harbiy ishlar komitetining raisligini Zhang Yushaga topshirdi. Agar anlaganlarımız rastlı bulduğun bolsa, ondaqda Cungo kelgüsü Zhang Yusha reislik davrini kütüp alıdı. Kelgüsüdeki Cungo reis Zhang Yusha davrini kütüp alıdı. Yaki Zhang Yusha reislik davrini kütüp alıdı. Bu özgürlük şunga dikkat qozg'idi ki, Harbiy ishlar komitetinin ma'mur reisi bo'lganligi uchun emas Zhang Yusha. Ona yani Zhang Yusha, general Zhang Yusha'nın Cumhuriyet Kompartiyası siyasi tüzülmesi içinde yadroluk orni var ekanliginin sebebidir. Yakın muşi yadroluk orni yukarı kişilerin sebebidir. Onun üstüge Zhang Yusha, Cumhuriyet siyasetini, iktisatını, diplomatiya ve harbiy ishlar vaziyetini yaratalaydı. Tizgilleyeleydi ve hem yaratalaydı. Harbiy adam, harbiy ishlar komitetiga yetib kelgan adam buni qila oladi. Ko'pchilikka ma'lumki, Cumhuriyet Kompartiyasi so'z iboralar ichidagi yuqorqi miltiqdan hokimiyat chiqdi degan so'z amaliyotda Cumhuriyatda hozir Jumhuriyat hozir miltiq Zhang Yusha'dan hokimiyat chiqdi yoki Zhang Yusha siyosiy hokimiyatni tizginlaydi, egallaydi deganlikdir. Agar Zhang Yusha 4-umumiy yig'inda Markaziy Harbiy ishlar komitetining raislik vazifasini atqirdiga topshirib oladigan bo'lsa, yadroliq rahbarlik shakllangan bo'ladi. Yadroliq rahbarlik o'zgargan bo'ladi. Partiya ichida o'zgarish, armiya ichida o'zgarish, butun Jungo jamiyatidagi o'zgarishning filtsi yoki birinchi qadamiy tashlangan bo'ladi. Lekin Zhang Yusha masala shu yerdagi to'sqinlik shu yerdagi bo'lib birinchi qatimda davlat raisi bo'lolmaydi. Birinchi qatimda partiyaning sekretari bo'lolmaydi. Buning uchun partiyaning sekretari bo'lish uchun partiya qurultayini shart qiladi. Davlatning raisi bo'lish uchun davlat mamlakatli xalq vakillar qurultayining yig'inini va qurultay yig'inini va o yig'inda qaror qilishni shart qildi. Taqmish edi. Bu tashkiliy apparatlar bir-biriga halqa bir-birini chatlab turdi, bir-birini tizginlab turdi, bir-biriga ta'sir ko'rsatdi. Xitoyning o'rlashtirishi, mavzuning o'rlashtirishi mana shunday vatandosh. Ya parlament şekildeki ijtimoiy tuzum emas, yoki saylam şekildeki siyosiy tuzum emas, yoki memleketlik saylam yok, davlat boshlig'ini saylaydigan, yoki parlament yok, parlamentda davlat boshlig'ini saylaydigan tuzum yok. Yuqoridagi halqa qilib qo'ygan ismi nima? Qurultay. İsmi nima? Sekretar. Kim saylaydi? Partiya qurultay. Mana shunday. Bu Jungoning siyosiy tuzilma yoki tashkiliy apparati masalasi. Andonanda Zhang Yusha perde arkası durup hukuk yürgüzüdü. Hukukni tinch yo'l bilan o'tkazib berishdan iborat o'tkinchi davrga kapolat qilib qolmasdan shaxsiy mustabidlikdan kelib chiqqan siyosiy xatardan saqlanib qolalaydi. Mana bu yerda
Harbiy hukuk Can Yuşan'ın kolunda qani. Aldınqı septe partiya qurultayı sekreter saylaş. Hükümet yak xalq vakillar qurultayı reis saylaş deganlar qilsalar-da, men harbiy hukukni tizginlab oldim. Bu ish mening deginimdek bo'ladi. Deydi Can Yuşan. Merkezi Harbiy İşler Komitetining reis degan bu hukuk Can Yuşan'ı yeterlik hukuk hayvisiga ega qiladi. Onu Jungo siyaset sahnesideki yadroluk şahsga aylandırdı. Nopozluk şahsga aylandırdı. Can Yuşan savrichallik bilan taqat qilib tura oladigan bir siyosiyon bulup çıktı. General Can Yuşan harbiydan chiqqan rahbar bo'lish sifatida General Can Yuşan armiya ichida Xevidoni mag'lub qila oldi. Harbiy hukukni tartib ola oldi. Tushuntirib berdiki Can Yuşan mutlaq bir obraz. Hozir Jungoda armiya ichida General Can Yuşan mutlaq bir obraz. Partiya ichida General Can Yuşan mutlaq bir obraz. Men aytamanki hozir chet el jamoat fikrida Can Yuşan mutlaq hokim yoki mutlaq siyosiy sahonasidagi bir hayva yoki bir nopozliq arbobga aylandi. Buna shuni tushuntirib berdiki, Can Yuşan endi Jungoning siyosiy istiqboliga harbiy, iqtisodiy, diplomatiya Moşa qatarda hammaga ta'sir ko'rsatadigan, balki o'rinlashtira oladigan bir shaxsga aylanadi. Endi savol qo'yaylik. Can Yuşan'ın növbetdagi siyosiy o'rni shu darajaga keldi deylik, uning siyosiy ko'z qarashi nima? Siyoset meydoni nima? Solchilik bu yoki o'ngchilik bu? Masala mana shu yer. Men boshda aytdim, vatandosh, solchilik balki Jungo Kompartiyaga xos bo'lishdir. Mansubchanlikdir. Lakin Jungo Kompartiyasi uchun bu solchilik bu yerda partiyaviylikdir. Agar Can Yuşan o'ngchilik bo'lgan bo'lsa, o'ngchil kishi bo'lgan bo'lsa, o Jungoning ahvolini tushungan, Jungoning chet el bilan bo'lgan munosabatlarini tushungan, hozir xalqaro jamiyatning Jungo tutgan pozitsiyasini tushungan, eng muhimi Amerika Qo'shma Shtatlari, navbatdagi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning Jungoga qaratgan, Jungoni nishonlagan tashqi siyosatini tushungan arbab sifatida Can Yuşan o'ttirg'i chiqarsa, Jungoning kelgusi siyosatiga ta'sir ko'rsatadilar emas, balki Jungoning kelgusi siyosatini barpo qila oladigan obrazga va Jungoning kelgusi siyosatini, kelgusi taqdirini bir taraf qila oladigan siyosiy arbobga aylanadi. Men başlayayım dedim, tügedi Mao Zedong davri, Deng Xiaoping davri, Jiang Zemin davri tügedi. Vatandaş, hazır Jungo xalqaro jamiyat bilan giralishib ketdi. Bu zaman o'xshamaydi vatandaş. Mao Zedong davri, Deng Xiaoping davri deganlarga bu zaman o'xshamaydi. Men dedim-ku, xalqaro jamiyatning bir gapiga quloq solasan. Demokratik davlatlarning gapiga quloq solasan. Bulupmu Amerika Qo'shma Shtatlar, bulupmu bugungi prezident Donald Trampning gaplariga quloq solsa, shu vaqtda jamiyat, siyosat, istiqbol bo'la oladi. Can Yuşan efendi deydigan, General Can Yuşan deydigan zaman yetib keldi degan gap endi. Mushularning oldingi sharti rost bo'lsa, shu davr yetib keldi. Shunga yig'in chaqlasak hozir Can Yuşan, Jonanxay, Jungoda siyaset harbiy o'zgarishi. Can Yuşan, Jonanxay chet el bilan bo'lgan munosabat. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'lgan munosabat. Uchinchi, Can Yuşan siyaset tanlash xarakterli siyaset. Jungoning istiqboli va kelgusini o'zgartirish. Bugungi vaziyat dal mana shu vaziyat ekan. Shunga ishlar jiddiy, vaziyat jiddiy. Jungo Amerika münasebeti ciddi, Jungo tashqi dunyo münasebeti ciddi,
ciddilik içindeki vaziyet endi hazır netice bilen koşulup partlaş karakterli bir vaziyet kirip geldi. Hazım yerden küçük bir abzası koşuyor değil, bay aldırapla aldım uçurapça yazık kapken anlap kıyınlar akırda. Tayvan'dan halkılık payti yetip geldi. Tünügüllerde sözüldü ko Tayvan doğrusu kişilerine. Tayvan'dan halkılık payti yetip geldi. Jungo'da bankala patparak bulup gitti. Şunu dedi ki bankı başlığı Washington'a geldi. Xi Jinping dank etip kaldı. Jungo Kom partiyası ciddileşti. Biz hem ciddileştik. Bütün dünya ciddileşti. Çünkü Jungo Kom partiyası halak bulundu. Prezident Donald Trump Jungo'nu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın önümlü kaldı. Qoğlap çıkardı. Muşu cümle muşunda koyuluptu. Bunun yazmış şeklikke vaxtandın vatandaşlar bilen toluk düşüneleyimiz vatandaşı. Bu kim o? Şavlın maliyesi. Hazır Birleşken Devletler Teşkilatı önümlü qoğlap çıkardı diyen de mesela aynı çağda Tayvan'la qoğlap çıkargan idi. Bugün Jungo'nu qoğlap çıkardı diyen de başta aytqandek Tayvan hazır halkılık peyt geldi degендek işler ciddi vatandaş. İşler ciddi hadıqımız çıkıdı. Jungo Kom partiyası alak boldu dese hadıqımız çıkıdı. 80 yıllık, 70 yıllık hadıqımız çıkıdı. Vatandaşlar. Xi Jinping cellat bu taxtın düştü. Bu endi özünün cacısını yeydi. Özü cevapkar bolgan meselelerge cevap verdiği vakt geldi. O taxtın düşüdü dese elbette biz işlerimizge, hizmetlerimizge razı bulmaz. Neticesini görgen, neticesini yaratkan bulmaz. Bütün dünyada halk bilen bilirler. Hazır şunu bütün dünya komünizme karşı, kayısı komünizm, Asya'daki Jungo komünizme karşı. Maşında bir setke kelip birleşti, iş aldığımızda. Bugün bunun dikkat kıldığın üç noktamız Prezident Donald Trump, Jungo hükümet Xi Jinping'e internet tamlarını eçivet dedi degan gap. İkinci dikkat kıldığın mühim noktamız Jungo'da pul renminbi xalq pulu eski qağız edi. Lekin onun 10, 1, 2, 3 deb sanni yezib qo'yganligi bilan son bilan qimmatga ega bo'lgan pul edi. Amerika dollariga tayinib turib mushkungacha pul bo'lib keldi. Endi bu pul qog'ozga aylanadi degan so'z. Uchinchisi vaziyatdan Jiang Yusha harbiy huquqni tortib oldi. Rais Xi Jinpingni döngü chiqarib qo'ydi degan so'z. Bugun sizlarga so'zlagan so'zimizga muhim nuqtalar mana shu.